Poponna. To'y-ku. Siymat multfilmini ko'rgansan-a? Shunda birinchi dadasi o'ladimi, onasimi? Dadasi. Onasi. Yo'q, dadasi. Onasi. Dadasi. Onasi. Turli qonlaringga detskiy panyatkalar. Nima uni qildingiz? Formeni alishtir bilan g'alati yurangi. Yoga Zakari, без комментариев. Изгибы как у Феррари. Держи пари, она из Италии. Mana machakda makita fresh ichaman. Mana uni ichmaysanmi? Qonimni. Siz meni sevmaysiz, erkalanmaysiz ham. Popona. Onam meni shunaqangi chiroyli tuqqan, rohatini esa sen ko'ryapsan. Mazami? Tushunmadim poponim. Kim bu yigit? Xiyonatmi, ha? To'y aka meni uydagilarimiz kuchiga yerga bermoqchilar. Men seni tomchilardan qizg'onardim. Senga esa yomg'irda yurish yoqar ekan. Chavoriga o'xshab o'g'irlamay o'l. Kim bu sota qo'zi? Bilib qo'ygan poponcham. To'yingda shunaqangi kerilib o'ylayman. Dugonalaring kim bu yigit deb so'rashsa, ushalmagan armonim deysan. O'g'irlama. Ko'ryapsanmi? Mana uraman seni. Kuchim yetadi, lekin o'zbek urmaydi. Çotum yırtılyapti. Aman aka, Oshna, shundan qancha qolding? 5 mingdan 10 mingga. 5 mingdan donasi. Qara, bir qup un olyapti, suv solyapti, tuz solyapti, 5 mingdan sotyapti. Birga bir qolyapti lekin. Tirikchilikda endi. Normal foyda qilyapti lekin. Yuri. Shu mo'ykachilar qancha oladi? 200 ming oladi. Qara. Shu suv sepyapti, shampun qilyapti, artyapti, 200 ming olyapti. 10 ming rasxod qilib 190 ming topyapti. O'ziga yarasha mehnati bobida. Oson topyapti jo'ya. Nima degani? Suv bunday qilyapti-da, bunday qilyapti, 200 ming olyapti. Majura maza qilamiz. Nima olib chiqding? Chempion sengiz. Buni Samarqandda chiqayotganmi? Navoiyda ham, Buxoroda ham, Qarshida ham bor. Lekin yomon soqqa qilyapti shular bor. Shular kalbasani olyapti, keshyapti, nonni o'rasiga tiqib sotyapti. Молодец. Nima deyapsan? Tep ko'rgin buni mazasini bilasan. Bismillahirrohmanirrohim. Yigit tamchasi zo'r ekan. Zo'rda chempion sengiz. Молодец, qanday ursan? Oshda qancha oylik olasan? 6 million. Nima qilasan pulda? Ayamga beraman. Aya yomon soqqani qilyapti. Seni to'yapti, voyaga yetkazyapti, lekin soqqa uryapti. Apaynikini oladimi? Cho'nga tegdingga hamma narsani hisob-kitob qil. Yiqoldi. Hayot hisob-kitoblik, hayot hisob-kitoblik. Bu turishimiz hisob-kitoblik. Yashashimiz hisob-kitoblik. Hamma narsa hisob-kitoblik. Kim bo'lam? Qarindoshlar bilan ko'rish. Ona, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Dorilar ichayapsiz? Nima bo'lyapti? Hammasi yaxshimi? Charchamayapsiz? Yangasi yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Qanday yaxshi tuv oldingizmi? Tuvingizni o'zi nima bo'ldi? Katta bo'lishyaptimi? Shukur tog'asiz qalaysiz? Sizlarni yaxshi yurtibsan, bolalaringiz nima bo'lyapti? Katta bo'lyaptimi? Shukur, hammasi yaxshi. Shukur tog'a. Sen qandaysan? Sengacha yaxshimisan? Charchamayapsan? O'qishdan nima bo'ldi? Uyga tegdingmi? Tegmadingmi? Nimaga tegmading? Nima bo'ldi o'zi? Pochasiz yaxshimisiz? Charchamayapsizlar? Bo'lmay, nafasim yetmay qoldi. Qarindoshlar tugadimi? Yo'q bo'lam. Ana mo'min keldi. Tur mo'min bilan ham bir so'rashib qo'y. Nima qilyapsiz? Yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Yemarani chiqib oldiribsiz. Banchaga yotdingizmi? Nima bo'ldi? Kirishingizga oldirdingizmi? Nima bo'ldi? Yaxshi keldingmi? Bo'ldimi? Qarindoshlar tugadimi? So'rashavrim, nafasim yetmay qoldi-ku. Hali tugagani yo'q. Tog'am kelgan. So'rash. Ey, tasdimi? Kim yoqa? Qani jiyanim keldimi? Jiyan yaxshi keldingmi? Jiyanim yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Yaxshi to'g'ri keldingmi? Xo'janing kichkina bo'ladi, katta bo'ladi.
ishlaring yaxshimi, salomatliging? Bo'ldimi? Tugadimi? Yo'q, qayda tugaydi? Katta halon keldi, tir so'rash. Bir gap aytaymi hammanglarga? Eshitinglar. Onasini emsin, biz 2 soatdan beri so'rashib yotibmiz. Ana yaponiyaliklar robot yaratyapti. Biz 2 soatdan beri bir-birimiz bilan so'rashamiz. Yet qarindoshingga. Bugun sening kuning sevgilim. Chol o'g'lingizga qarang, kelinga gul beryapsiz, menga bitta xashak ham bermagansiz. Ya, sen molmisan, senga xashak beraman. Boring. Bo'ldi, kampir. Ya, o'yla ovozing o'chsin uning. Bugun sening nima edi sevgiling, meni karachiman ol. Chol, men sizga molman, gulni otasi romantika qilib bering. Nima edi u romantika? Hamma yoshlar qilyapti-ku, ana bunday avliyo. Menda faqat bunday bo'ladi, unaqa bo'lmaydi menda. Mana. Chol, turang, o'g'lingiz bilan keliniz TikTok'ga kontent olyapti, biz ham kontent olaylik. Duo olaylik, 2 yil umring qoldimi yo'qmi? Padaringlar. Qani o'g'ling? Ajabsiz. Eming bor, o'zlar ovqat qilyapsizlarmi? Kelin, ana lampochka chiqingizni berib turing. Nima qilyapsiz, aka? Molxona sveti o'chib qopti, padaringlar. Mana shudan Chol, hatta bir yuzimdan o'ping. Qanday o'pay? Og'zimda nosim bor. Qanday o'pay? Kontentingga tushirganimga jonda. Yetdim nosimni mana. Qirolicham shkalatiya, dubayskiy shkalat keldi. Yangi eri keldi, yangi eri. Ayang ko'rmasin, ayang. Chol, Ana ko'rdi. Ha. menga dubayskiy shikoyat bermaysizmi? Yaxki. Ya dada. O'g'limni ko'pmi puli? U menimcha xotin quli. Bo'y. Kim nima qilsa shuni qilar? Bo'kib yega xo'pmi? Chol, menga dubayskiy shikoyat kelmadingizmi? Ey, bu iranskiy shokolatingdan ham zo'r, tushundingmi? Bu sifatni Dubai Wafers degan vaflilari. Sifat hozir trendga chiqdi. Hamma bloger reklama qilyapti. Bo'ldi, mana shuni yeginda maza qilgan, meni qaytib bezovta qilib urib o'ldirib qo'yaman. Chol, o'sha biri bor. Yana nima bo'ldi? Ana ular Spaniya bilan vannaga atir ko'rsayapti. Nimadir qilishmoqchi. Lekin buni qila olmaymiz, kampir. Nimaga? Menga qara. Men ham atirgul sepa olaman, lekin boshqasini qila olmayman. 84 ga kirdim. Bu yog'i endi bunday bo'lib turgandan keyin bu yog'ini buni qanday qilamiz? Ay!